Ularning oldida yeyishlikka taom qolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ular uchun, ya'ni Iso bilan birga turgan mu'minlar uchun bitta ho'kizning kallasi 100 dinor sof oltindan ko'ra afzal bo'lib qoladi. Ya'ni yegan hech narsa qolmaydi degani. Yegili hech narsa qolmaydi. Bu balodan nima qutqaradi? Bu balodan kim qutqaradi? Albatta Alloh taologa bo'lgan duo, Alloh taoloning marhamati qutqaradi. Iso va mu'minlar Alloh taologa iltijo qilib duo qiladilar. Bular bu vaqtda mana Yajuj va Majuj yer yuzini tamomiy o'zlariga bo'yinsundirgan bo'ladi. Odamlar yo ularga bo'yinsunganlari qoladi, yoki iymonda turib olgan bo'lsa, kofirlikni bo'yniga olmasa, Yajuj va Majujlar ularni qatl qilgan bo'ladi. Ana shu paytda yer yuzida faqat Iso alayhisalom bilan birga bo'lganlar iymonlilar qolgan, hamda Yajuj Majujlarning oldida qolib iymonini yashirgan kishilardan boshqa hech qanday yer yuzida iymon yo'q. Yer yuzini kufrga to'lg'izadi bular. O'zlari kofir bo'lgan haqida deb aytganmiz. Ular